Birinchi kundan olgan bilimlarim natijasidan o'zim ham hayron qoldim. Ustoz tanlaganimdan, o'quv kursi tanlaganimdan hech ham afsuslanmayman. Hozir yoshlardan ham ko'p narsa o'rgansa bo'lar ekan. Men juda xursandman. Shunaqangi mukammal darajada dars jadvali tuzganlar. Masalan, bitta massaj noldan boshlagan odam ham bemalol ishlab keta oladi. Haqiqatda kutmagan natijalarimni oldim. Osteopatiya orqali odam o'zini o'zi tanasini tiklasa bo'lar ekan, ya'ni hech qanaqa dori-darmonlarsiz bemalol shifo topsa bo'lar ekan. Juda ko'p massajlarning turini o'rgandik. Asalli massaj, mana hamshiralik kursini, hijama kursini. Tibbiyot darslari ham juda qiziq bo'ldi bizga. Keyin javoblarni o'qishlarni, kasallarni farqlashlar. Hammasi ideal professional ustozlar tarafidan o'rgatildi. Hamma bilimlarimiz mustahkamlanyapti. Bizga ham ustozimizga o'xshab jahon chempionatlariga chiqib, chiroyli sovrinlarni olish hammamizga shu kelgan hamma qizlarga nasib qilsin. Bu yerda olgan bilimlarimizni borib patsientlarda, o'zimizni oila a'zolarimizda sinab ko'rib, juda ham yaxshi natijalarga erishdik. Men juda ham xursandman kelganimdan. Biz hozir bitta bu massaj bilan cheklanmasdan osteopatiya, LFK yo'nalishlarida